Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Samiyevlar oilasi yana aloqada. Eng ko'p berilayotgan hozir savollardan biriga, ya'ni operatsiya mavzusi, sbor masalasida sizlar savollaringizga javob berishga qaror qildik. Unashga ishlamay qoldi birdan shamollash orqasidan. Ko'p joy sразу aytdiki, что пересадка, ya'ni pochka almashtirish, ota-ona, yaqin qarindoshlardan pochka almashtirish kerak. Dializdan uzoq muddat qilib bo'lmaydi, chunki dializ takka ham yomon, qonni yomon suvlarni olib ketadi. Undan tashqari yaxshisini ham olib ketadi. Foydali vitaminlarni olib ketadi. Shuning uchun dializ bilan uzoq yashab bo'lmaydi, ular to'g'ri kelmaydi. По-любому пересадка qilish kerak dedi. Lekin ikkinchi tomon aytdiki, что пересадка qilishga shoshilmang, pochka ishlab ketishi mumkin dializda. Tanlov bor edi, yo sразу пересадка qilish yoki kutish. Kutishni tanladim to'g'risi. Kutishni tanladim, sal vaqt beray, balki pochkam ishlab ketar degan umid bo'ldi. Bir kun yarim kechasi uxlaganda давление ko'tarilib ketdi birdaniga. Undan keyin резко naqa bo'lib ketdi. Temperatura 39-40 ga chiqib ketdi, sudraga berdi. Hammasi shundan boshlandi. Reanimatsiyaga tushish, skoriy bo'lishi, sudraga berdi. Shundan ketdim, uydagilar vahima, qiy-chuv. Skoriy keldi, olib ketdi. Skoriga yana sudraga berdim. 2-3 marta hushimdan ketib, o'zimga kelib, hushimdan ketib, o'zimga kelib, shunaqa narsalar bo'lib qoldi. Koma holatiga tushgandan keyin u yo'q eslab bilmayman to'g'risi. Koma holatiga tushib qolganman. Uyg'onganimda men Buxoroda reanimatsiya bo'limida edim. Buxoroda reanimatsiyadan uyg'onganimdan keyin bilsam, MSKT qilishgan, boshqa yana analiz topshirgan. Bilgan biladi, oyog'im nimaga kesilganligi, amputatsiya bo'lganida, bu sklerodermiya degan sistemli kasallik, ya'ni yeb ketadi. Oyoqda bo'lgan, u oyoqni yeb olgan, kesish kerak bo'lgan, shu полностью badanga o'tib ketmasligi uchun. Oyoqni kesishgan payti u sistemli kasallik uyquga ketadigan bo'lgan. Uyquga ketib bo'lgan. Avval lekin mana shu shamollashlar oqibatida boshqa shu yil ko'p shamolladim. Ko'p kapelsiya, ko'p shunaqa narsalar olgan hisobiga u kasallik, ya'ni shu sklerodermiya kasalligi yana qaytib uyg'ongan va birinchi hujum qilgan organ bu pochka bo'ldi. Buyrak deyiladi o'zbekchada. Pochka bo'ldi. Shunday qilib aniq bo'lishicha, menda shamollatib qo'yilgan pochka emas, yo'q, sklerodermiya bilan sistemli kasallik bilan kasallangan pochka bo'lgan. Ya'ni pochkamni sklerodermiya уже yeb bo'lgan. Operatsiyaga ham yetarlicha pul yig'ildi. Avvalambor hammaga katta rahmat. Operatsiyaga tayyor bo'lgan paytimiz doktorlarning aytishi bo'yicha не только O'zbekiston, Turkiya bilan gaplashdik hozirgacha. Hindiston bilan gaplashdik. Ko'p joy bilan gaplashdik. Katta professor bilan gaplashdik. Hammaning aytishi bo'yicha bir xil gap. Ya'ni hozir sklerodermiyani davolamasdan, yana qaytib uni uxlatmasdan turib, pochka пересадка qilsak 100% to'g'ri keladigan pochka qo'ygan taqdirimizda ham sklerodermiya kasalligi yangi pochkani ham yeb ketadi. Va u shu bilan to'xtamaydi. Pochkadan keyin sekin-sekin jigarga o'tib ketishi mumkin, yurakka o'tib ketishi mumkin. Mana shunaqa risk juda katta, 98%. Bizda hozir ikkita variant bor. Yo пересадка qilib riskka borib 2-3 yil beriladigan garantiyali hayotda yashash. Ya'ni u qanaqa? 2-3 yil ichida masalan sklerodermiya o'tib ketishi mumkin, o'tib ketmasligi mumkin. Lekin 2-3 yil garantiya beriladi, undan ko'p emas yashash bo'yicha. Shunaqa. Unda dieta bo'lmaydi, hech qanaqa. Bo'ladi o'ziga yarasha kamroq, xohlagancha suyuqlik ichish mumkin, xohlagan ovqat yeyish mumkin. Shunga o'xshagan narsalar. Ikkinchi variantimiz bor, butun umr dializda yashash. Dializ bu bilgan biladi, qo'ldan qon yuvib, bir kunda, bir haftada 2-3 marta qoningizni yuvasiz. Bunda ham lekin risk bor, chunki o'sha yerdagi kalsiy, qondagi vitaminlar, shunaqa narsalar yuvilib ketadi. Unda garantiya ko'proq 2 yil emas. 10 yildan ziyod, 10 yil, 15 yil. Balki undan ko'pdir. Bizda oila bor. Bizda bola-chaqa bor. Shuning uchun hozircha ikkinchi variant bizga ko'proq ma'qul. Kim risk qilib garantiya bilan bir qaytganda ketib qolgandan ko'ra ko'proq yashab, shunday oila bag'rida bo'lish. Shu qarorga kelib bu haqida biz post chiqarmoqchi bo'lgan paytimiz yana bir yangilik bo'lib qoldi. Xitoydan bizga hamma joyga biz o'z analiz javoblarimizni jo'natdik, shu bo'lib ko'rsin. Xitoydan
javob kelib qoldi. Xitoydagi javob qanaqa bo'ldi? Ya'ni ular aytishi bo'yicha bizda стволовые клетки, ya'ni hujayra ko'chirish degan narsa bor ekan. Avval ular uxlatishar ekan sklerodermiya kasalligini, keyin esa agar pochka ishlab ketmasligini ko'rishar ekan. U uchun Xitoyga kelib, bizni licheniyamizni olib, o'sha yerda bizni ko'rigimizdan o'tasiz degan taklif berishdi. Bu variantlar ichida hozircha eng yaxshisi, qancha arzon emas, chunki Xitoyga borib lecheniya olib, bu yerdagi ko'riklarni o'tishni o'zi ham kattagina summaga aylanar ekan. Xudo xolasa tez kunda, shu oy xudo xolasa yangi yilgacha Xitoyga borib kelamiz. U vaqt albatta istoriyalar, ma'lumotlar hammasi qo'yib boriladi. Ko'rikdan o'tiladi, polni ko'rikdan o'tiladi. Agar to'g'ri keladi, sklerodermiyani uxlata olamiz desak, o'sha yerda lecheniya boshlanadi. Sklerodermiya uxlatilgandan keyin balkim pochka almashtirish varianti ham bo'lib qolar. Shunaqa gaplar azizlar, Samiyevlar oilasida. Turmush o'rtog'imni hozir shu holatga kelganlariga ko'pchilik sababchi. Bizni auditoriyamiz, katta blogerlar, xullas hammadan biz chuqur minnatdormiz. Sizlarga katta rahmat, hammadan Alloh rozi bo'lsin. Bunaqa ehson qilish ham hammaga ham emas. Juda ham ko'pchilik bilan telefonlarda gaplashdim. Ular menga yordamlarini ayashmadi va hozirgi masala bizda o'sha zbor bo'yicha biz zborni to'xtatishni ham, to'xtatmasligini ham bilmaymiz. Sababi bizga Xitoy aytgani yo'q. Masalan, sizlarga shuncha summa ketadi deb analiz javoblaridan keyin aniq bo'ladi, bizga invoice berishadi. Sizni licheniyangizga mana shuncha summa ketadi deb aytishadi. Hozir bizda Xitoyga borib kelish uchun va o'sha yerda analizlar topshirish uchun, masalan 3-4 kun yoki 1 hafta o'sha yerda qolish uchun hammasiga yetarlicha pulimiz bor. Lekin undan keyin bizga qancha pul kerakligini hali bizga hech kim aytishmadi. Shu uchun zborni to'xtatishni ham, to'xtatmasligini ham bilmayapmiz. Lekin avvalambor yana bir marta barcha katta auditoriyasi bor blogerlarga katta rahmat. Chunki sizlar videoni repost qilib, istoriyalarga qo'yib, bizni nima deydi, yordam qo'lini bizga cho'zdinglar. Katta rahmat. Undan tashqari har bir so'm tashlab, har bir yaxshi niyat qilib pul tashlagan nima deydi, auditoriyamizga ham katta rahmat, chunki o'sha vaziyatda pul juda zarur edi va shu paytgacha mana o'sha oyoqqa turib yurishimgacha ketgan lecheniya barcha shu hammasi o'sha summadan bo'ldi. Hammaga yana bir marta chin ko'ngildan katta rahmat. Faqat chaqirma, har qanday to'siqdan oshiman qaytaman. Asragin meni